aytganman. Bitta yarim chirg'ingdan qo'rqsam, Surxondaryoga yurmaymanmi? Ayir soladi Qashqadaryoga ham, Samarqandga ham, Toshkentga borsam ayir soladi. Nafsing quruvvel hammangni. Bir otga, bir tuyaga ham ukayni sotasan, ham akayni sotasan. Mikrofon do'qchi. Endi eshit. Polvon zoti shunday. Eldan olib yurgan u elga berib o'rganmagan. Na chovg'oning, na polvoning, na bilagi zo'ring, na yuragi zo'ring. Faqat eldan olib o'rgangansan. Masalaga aytdim. Birinchi ko'pkarga aytmayapman. Men birovni uyiga yillar davomida yiqqanni bu o'g'rilarga shildirish uchun kelmayman. Ayirib olsa beraman. Ayirib olsa beraman. Men aytganman, bitta yarim chirg'ingdan qo'rqsam, Surxondaryoga yurmaymanmi? Ko'tingni qisib yur. Bilaging zo'r bo'lsa, davraga ko'rsat. Davraga ko'rsat. Hozir mana biror kishi ko'rdimi Jamolxon ayirganni? Ayirgan bo'lib, agar men xato qilgan bo'lsam, berar edim shu zotni. Ayir soladi Qashqadaryoga ham, Samarqandga ham, Toshkentga borsam ayir soladi. Nafsing quruvvel hammangni. Bir otga, bir tuyaga ham ukayni sotasan, ham akayni sotasan, ham birodaringni sotasan. Mana biz musulmonchiligimiz qayerga kelgan? Uyali o'la ot ustiga chiqqan hayvonlar. Mana shu to'y, mana shu tuyalar, mana shu to'yxonadan bir kambag'al bor, bolalar uyi bor, ehson qilinadi, hammalariz katta rahmat. Mana shu tuya Beno shahar katta masjidiga ehson qilindi. To'y egasini bir duo qilib qo'yingizlar. To'y egasini o'zi kim rozi bo'lib aytyapti. Bino katta masjidga ehson qilib beraman. To'y tugadi. Kim qayerga borsa biz masjidga o'zimiz ovorib beramiz. Amin. Ilohim hammamizni mana shunday to'ylarga, yaxshi kunlarga yetkazsin. Mana shu atrofimizda yurgan do'sti yordi, g'araz niyatidan, shu tuhmat balosidan, o't balosidan, mana shu oramizdagi ahmoqlarni past nazarida Allohning o'zi asrasin. Chunki insoniyatni yuziga qarab bilishi qiyin, ichi qandayligini. Hammamizni ichi toza, ichi poklarga duch qilsin ilohim Alloh.